Ayollarga odatiy holdek tuyuladigan, aslida esa gormonal buzilishlar sabab yuzaga keladigan holatlarni ko'rib chiqamiz. Doimiy charchoq, energiya pastligini siz ko'p ishlab, toliqib charchaganimdan deb bilasiz. Aslida esa sizni tanangizga magniy yetishmayotgan bo'ladi. Asabiylik, kayfiyatning tez-tez o'zgarishi bu sizni yomon xarakter egasi ekanligingizdan emas, tanangizga vitamin D yetishmayotganligidan bo'ladi. Sochlaringizni ko'p to'kilayotganligi, sizni non yemasdan parhez qilayotganingiz yoki sizni sochlaringizga to'g'ri kelmaydigan shampun tanlab qo'yganingizdan emas, aslida tanangizga B gruppa vitaminlari yetishmayotganligidan bo'ladi. Haddan tashqari ozib ketishingiz bu sizni yaxshi boqish olmayotgandan yoki kam ovqat yeyotganingizdan emas, aslida qalqonsimon bez yaxshi ishlamayotgandan darak beradi. Gormonal o'zgarishlar 70% ayollarda uchraydi, lekin ulardan 30%gina shifokorga murojaat qiladi. Ayollar salomatligi, ruhiyati va tashqi ko'rinishdagi muammolarni bartaraf etish maqsadida Sen Gulsan nomli bepul klub tashkil etdik. Bizning safimizga qo'shilishni xohlasangiz, profil shapkasidagi havola ustiga bosing.